Xayrli kech, aziz. Xayrli kech yana bir bor aziz tinglovchilar. Bugun yakshanba kuni Toshkentda 14-iyun soat 21:00 yana bir bor barchangiz bilan jonli efirda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Hozir 1-2 daqiqa beramiz odamlar ulanishiga. Hammani qo'shilayotganlarni ko'rishdan, eshitishdan xursandmiz. Yaxshimisizlar? Kommentariyga yozib yuboringlar. Ish haftasi qanaqa o'tdi? Sizlarda hammasi yaxshimi? Ibrohim 0102 va assalom. Xursandmiz. Xudoga shukr, yana bir hafta tugadi. Yangi ish haftasi boshlanyapti. Oldimizda hali ko'p ajoyib kunlar, yaxshi vaqtlar bor. Shu kungacha bizaga yetib kelishga ijozat bergan Xudoga rahmat, Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. Demak, bugungi bizni jonli efirimizni mavzusi oxir zamon alomatlari va Xudoning hukmi. Doim bilasizlarmi, tarix davomida barcha xalqlarda, barcha dinlarda, hamma avlodlarda odamlar oxir zamonga qiziqishgan. Nima bo'ladi oxirida? Buni hammasi nima bilan tugaydi? Bizning hayotimiz nima bilan tugaydi? Bu dunyo nima bilan tugaydi deb. Va har bitta avlodda juda ham katta fojialar sodir bo'lganida odamlar doim o'ylashganki, mana dunyoning oxiri keldi, mana dunyoning oxiri keldi, mana hozir hammasi tugaydi deb. Shunaqa paytlar hatto tarixda bo'lgan, har xil davlatlarda odamlar ma'lum bir kunni belgilab, mana shu kuni bo'ldi, dunyoning oxirgi kuni bo'ladi, bo'ldi, hammasi tugaydi, Xudoning hukmi keladi deb kutib o'tirgan. Agar esinglarda bo'lsa, adashmasam 2012-yilda shu bizning davlatlarda, sobiq ittifoq davlatlarida odamlar juda ham kutishgan oxir zamonni. Maysim ham, mana o'rtoqlarim, kursdoshlarim voqma deydi, hammasi nima bo'ladi deb. Odamlar hatto magazinlarga borib, ko'p yeguliklar sotib olib, ertaga oxir zamon bo'lib qolsa, hammasi tugasa, nima qilamiz, qayerga yuguramiz, nima yeymiz degan xavotir bor edi odamlarda. Men o'ylayman, ko'pchilik buni eslasa kerak. Hatto bir xil davlatlarda bilasizmi, odamlar bunkerlar qurishadi. Oxir zamon kelib qolsa, biz o'sha yerga bekinamiz va oxir zamon haqida juda ham ko'p kinolar olingan. Apokalipsis degan kinolar, Xudoning hukmi, Iso Masihni ikkinchi marta kelishi degan har xil kinolar juda ham ko'p-da. Va shu odamlarni ko'rsa, odamning ichiga biroz vohma keladi, xavotir keladi. Bugun mana shu narsalar haqida biroz fikr yuritishga, muqaddas kitobga qarashga qaror qildik. Nima haqida o'zi bizga gapiradi muqaddas kitob? Oxir zamon qanaqa bo'ladi? Xudoning hukmi qanaqa bo'ladi? Biz buni kutishimiz kerakmi? Agar kutsak, qanaqa kutishimiz kerak va qanaqa alomatlari bor? Haqiqatan ham hammasi oxiriga qarab ketayotganini men o'ylayman, ko'pchilik buni bilishni xohlaydi. Chunki endi hech kim uchun sir emas. Bu dunyo qachondir boshlangan va xohlaymizmi yo'qmi, shunaqa kun keladi, bu dunyo tugaydi. Va biz abadiyatda Xudo bilan birga istiqomat qilamiz. Bugun biroz shu haqida gaplashamiz. Sizlarga bu mavzu qiziqmi? Agar sizlarga bu mavzu qiziq bo'lsa, bu haqida ko'proq bilishni xohlasanglar, yozib yuboringlar izohlarga yoki to'g'ridan-to'g'ri xabarga. Sizlarning ham fikringlarni eshitishdan juda ham xursand bo'lamiz. Mana siz nima deb o'ylaysiz o'zi? Oxir zamon, Xudoning hukmi haqida sizni ham atrofingizda shunaqa odamlar bormi? Bugun buni kutib yoki mana nimadir sodir bo'lsa, mana dunyoning oxirida o'shancha shunaqa sodir bo'lyapti deydigan odamlar bormi sizning atrofingizda? To'g'ri, gapingizga qo'shilaman. Haqiqatan ba'zan shunaqa shov-shuvlarni, gap-so'zlarni eshitishimiz mumkin. Mana shu yilda oxirgi zamon bo'larkan, mana shu oyda oxirgi zamon bo'larkan, mana shu sanada oxirgi zamon bo'larkan deb, ya'ni ora-sirada shunaqa gap-so'zlar ko'tariladi. Lekin hozir siz gapirayotganingizda muqaddas kitobdan manga bitta oyat esimga tushdi. Iloji bo'lsa, tinglovchilarga bu oyatni o'qib bersangiz ham bo'ladi. Havoriylar kitobi 1-bob 6-oyatdan 6-7 oyatlar. Havoriylar 1-bob 6-7 oyatlar.
Havoriylar birga yig'ilganlarida Isodan shunday deb so'radilar: Rabbimiz Isroil shohligini tiklaydigan vaqtingiz kelmadimi? Iso ularga shunday javob berdi: Vaqt va davrlarni otam o'z hokimiyati orqali o'rnatgan, bularni bilish sizning ishingiz emas. 8-oyatni ham o'qib bersangiz bo'ladi. Ammo muqaddas ruh sizlarni qamrab olganda kuch-qudratga to'lasizlar. Qudusda, Yahudiya va Samariyada, yer yuzining hamma burchaklarida sizlar mening shohidlarim bo'lasizlar. Amin. Ya'ni birinchi o'rinda bu haqida qisqacha aytib o'tmoqchi edim. Ya'ni biz masihiylar sifatida, Iso Masihning izdoshlari sifatida shuni bilishimiz kerak. Ya'ni qaysidir ma'noda bizga kunni, sanani, oyni, yilni bilish imkoniyati berilmagan. Ya'ni biz bu oyatlarda ko'ryapmiz, Rabbimiz Iso bizga aytyaptiki, ya'ni otam o'z hokimiyati bo'yicha mo'ljallagan, aniqlagan kunni sizlar bilishingiz shart emas. Lekin 8-oyatda o'qiyapmiz, ya'ni lekin sizlarga muqaddas ruh tushib kelganda sizlar meni guvohlarim bo'lasizlar. Ya'ni biz birinchi o'rinda bilishimiz kerak bo'lgan narsa oxirgi zamon qachon bo'larkan, qaysi yil bo'larkan bu haqida qiziqish emas. Ya'ni biz birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa, ya'ni Rabbimiz Iso Masihning guvohlari bo'lish. Ya'ni qanaqa guvohlari? Ya'ni o'zimizni hayotimiz orqali, o'zimizni yaxshi ishlarimiz orqali, o'zimizni xatti-harakatimiz orqali, o'zimizni gaplarimiz orqali xushxabarni yoyishimiz kerak. Mana shu narsa muhim. Qachon bo'lishi bu Xudoni o'zini belgilagan kuni. Demak, kim baribir aniq bilolmaydi, oxirgi zamon qachon bo'ladi, qachon Iso Masih haqiqatan ham kelib bu dunyoni hukm qiladi. Albatta, ya'ni aynan qachon bo'lishini hech kim bilmaydi. Lekin Rabbimiz Iso Masihning shunaqa so'zlari bor, ya'ni oxirgi zamon haqida Iso Masih gapirganda u aytyaptiki, ya'ni sizlar osmonga qaraganinglarda agar osmonda qora bulut bo'lsa, bilasizlar, ya'ni taxminan qanaqadir vaqtdan keyin yomg'ir yog'adi. Yoki bo'lmasa anjir daraxiga qaraganinglarda, ya'ni anjir daraxti ko'karishni boshlaganda sizlar bilasizlar, ya'ni bahor kirib kelayotganini, qachon anjir daraxti hosil berishini. Bunga o'xshab, ya'ni oxirgi zamonni ham kunini, aynan sanasini bilish imkoni yo'q, lekin taxminan, ya'ni dunyoda ro'y berayotgan hodisalar orqali biza bilishimiz mumkin oxirgi zamon yaqinligini. Lekin aynan qachon bo'ladi, qaysi yilda bo'ladi, qaysi sanada bo'ladi. Bu bizga birinchidan berilmagan, ikkinchidan bu narsa bizga muhim emas. Chunki boya biz o'qiganimizdek, ya'ni bizning vazifamiz Iso Masihning guvohlari bo'lish. Iso Masihning xushxabarini odamlarga yetkazish. Chunki biz bilamiz, ya'ni yagona najot yo'li Xudoni oldiga olib boruvchi yagona shaxs bu Iso Masih. Ya'ni Iso Masih orqali faqat biz najotga egamiz va bizning vazifamiz shu najot xabarini insonlarga yetkazish. Amin. Endi biz aytmoqmiz, hech kim bilmaydi, qachon oxir zamon bo'ladi, Rabbimizning qaytib keladigan kuni qachon bo'ladi, biz bilmaymiz. Lekin biz buni alomatlarini bilamiz, to'g'rimi? Ya'ni muqaddas kitobda ham Iso Masih tomonidan ham uni shogirdlari tomonidan etib qoldirilgan alomatlar bor. Balki shu haqida biroz gaplashamiz. Qanaqa alomatlarga biz qarashimiz mumkin? Nimani bilamiz biz? Alomatlar haqida gaplashishdan oldin, ya'ni Iso Masihni yer yuziga ikkinchi bor qaytishidan oldin men qisqacha gapirmoqchi edim. Iso Masihning birinchi yer yuziga kelgani haqida. Chunki agar Iso Masih yer yuziga birinchi marta kelgan bo'lsa, u albatta ikkinchi bor qaytib keladi. Va Iso Masihning yer yuziga birinchi marta kelishini maqsadi bor. Va shu o'rinda ikkinchi bor qaytishini ham o'zini maqsadi bor. Shunga qisqacha, ya'ni Iso Masihning yer yuziga qaytishidan oldin, ikkinchi bor kelishidan oldin birinchi bor kelishi haqida qisqacha gapirsak. Ya'ni biz bu haqida juda ham ko'p gapirishimiz mumkin, lekin misol uchun bir nechta oyatlarni o'qishimiz mumkin. Menga juda ham yoqadigan oyatlardan biri bu Luqo kitobi 19-bobda yozilgan, ya'ni 19-bob 10-oyatda o'qib berishingiz mumkin. Inson o'g'li yo'qolganini izlab topish va uni qutqarish uchun kelgan. Amin. Ya'ni bu yerda Iso Masih o'zi haqida gapiryapti va u yer yuziga birinchi bor kelishini asosiy maqsadini gapiryapti. Ya'ni inson o'g'lini yer yuziga kelishini asosiy maqsadi yo'qolganlarni, adashganlarni topish uchun.
biza Iso Masihni hayotini o'qiganimizda biza ko'ramiz, ya'ni Iso Masih odamlarga shifo berdi. Iso Masih odamlarni qornini to'yg'azdi. Iso Masih o'liklarni tiriltirdi. Ya'ni Iso Masihni butun hayoti mo'jiza alomatlardan iborat. Ya'ni bu dunyoda unaqa shaxs bo'lmaganki, unaqa nima deydi? Ya'ni yuborilgan shaxs bo'lmaganki, qaytki Iso Masihdagi mo'jizalar yaratgan. Lekin Rabbimiz Iso Masihni hayoti butunligicha, ya'ni inson ongi bilan tasavvur qilmas darajada mo'jizalardan iborat bo'ldi. Lekin bu Iso Masihni asosiy maqsadi emas edi. Iso Masihni asosiy maqsadi bu adashganlarni, yo'qolganlarni topish va ularni najotga olib kelish maqsadi edi. Va shu maqsad sari Iso Masih qayerdadir kasallarga shifo berdi, qayerdadir mo'g'ullarni tozaladi, qayerdadir o'liklarni tiriltirdi, qayerdadir odamlarni ovqatlantirdi, qornini to'yg'azdi. Lekin asosiy maqsad, ya'ni shu adashgan, yo'qolgan insonlarni topish. Bu haqida biza Yuhanna Injilida ham o'qishimiz mumkin. Yuhanna Injili judayam ajoyib Injil va ko'p masihiylar eng sevadigan oyatlaridan biri bu 3-bob 16-oyat. Lekin bizda o'qiydigan oyatimiz 17-oyat. Yuhanna xabari 3-bob 17-oyatda shunaqa so'zlar yozilgan: Xudo dunyoni hukm qilish uchun emas, balki o'g'li orqali qutqarish uchun uni dunyoga yubordi. Amin. Ya'ni biz bu yerda ko'ryapmizki, ya'ni Iso Masihni yer yuziga kelishidan asosiy maqsad, ya'ni dunyoni qutqarish. Ya'ni Iso yer yuziga keldi 2000 yil oldin. Bu muqaddas kitobda yozib qoldirilgan va bu tarixiy dalillarga ham ega, ya'ni Iso Masihni yer yuziga kelishi. Va birinchi safar Iso Masih kelishidan asosiy maqsad, ya'ni yuborilishning asosiy maqsadi dunyoni qutqarish uchun. Va bu haqida misol uchun Luqo Injili 4-bobda ham o'qishimiz mumkin. Luqo xushxabari 4-bob 8-oyat. 18-oyatda shunaqa so'zlarni o'qiymiz: Egamizning ruhi meni qamradi. Yo'qsillarga xushxabar yetkazmoq uchun egam meni tanladi. Zindondagilarga erkin bo'lasiz deb aytmoq uchun, ko'rlarga ko'zingiz ochiladi deb xabar bermoq uchun, asirlarni ozod qilmoq uchun, egamning marhamat yilini ma'lum etmoq uchun egam meni yubordi. Amin. Ya'ni bu oyatlarda ham biz o'qiyapmiz, ya'ni Iso Masihni birinchi safar yer yuziga kelishini maqsadini, ya'ni Iso Masih o'zi haqida gapiryapti va Xudovandning ruhi men bilan. Va buni asosiy sababi, ya'ni ruhan ko'rlarni ko'zini ochish uchun, ruhan kambag'allarni boy qilish uchun, asirlikka olingan, ya'ni ruhiy asirlikka olinganlarni ozod qilish uchun va adashganlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun Iso Masih yer yuziga keldi. Va biz bilamiz, ya'ni Iso Masih yer yuzida xizmat qildi. Osmon shohligi haqidagi xabarni, xush xabarni tarqatdi va biza Iso Masihning yer yuzidagi hayotini oxirgi kunlarida ko'ryapmiz. Ya'ni Iso Masih aytayaptiki, shogirdlariga vazifa beryapti. Mana endi sizlar butun dunyoga borasizlar va xush xabarni odamlarga yetkazasizlar va butun dunyoga xush xabar yoyilgandan keyin oxirgi zamon bo'ladi, deyapti. Demak, biz qisqacha Iso Masihni birinchi yer yuziga kelishini asosiy maqsadlarini ko'rib chiqdik va mana endi suhbatimiz davomida Iso Masihni ikkinchi bor yer yuziga kelish haqida gaplashsak bo'ladi. Hozir bizga muqaddas kitobni o'zi aytadi. Birinchi bor haqiqatan siz aytganingizdek Iso Masih bu yer yuziga Xudoning xushxabarini tarqatish uchun, odamlarni gunohdan ozod qilish uchun, qurbonlik bo'lish uchun keldi. Lekin ikkinchi safar Iso Masih hukm qiladigan zot sifatida qaytib keladi, to'g'rimi? Amin. Ya'ni Iso Masih birinchi safar shu xabarni yetkazish uchun keldi va endi ikkinchi safar kelganda Iso Masihni xushxabariga ishonmagan, inkor qilgan insonlarni hukm qilish uchun keladi va uni izdoshlari, ya'ni uni orqasidan ergashib, uni amrlarini bajargan insonlarni o'zi bilan olib ketishga keladi. Shu yerda
qisqa vaqtga pauza qilib, tinglovchilarga murojaat qilmoqchi edim. Avvalambor, yangi qo'shilgan hamma tinglovchilarimizga salom demoqchiman. Qo'shilganinglar uchun rahmat va keyin bizaga yana bir bor kommentariy qoldiribdilar. Keng rahmat. Har safar men o'zimga juda ham qiziq sizlar savollaringizni o'qish, chunki haqiqatan fikr yuritadigan odamlar va tanqidiy fikrlashga ega odamlar savollari-da. Bugun ham juda qiziq savol qoldiribdilar. Bu savol haqiqatan bu mavzu alohida e'tiborga va muhokamaga muhtoj savol. Afsuski, lekin biza shu har bitta efirimizni vaqti cheklangan va biz ma'lum bir mavzu chegarasida qolishga majburmiz. Bo'lmasam efirimiz 3-4 soatga cho'zilib ketishi mumkin. Lekin bu kommentariy uchun rahmat. Biz albatta bu efirdan keyin shu savol haqida gaplashamiz va bir nechta efirlardan keyin ham shu savolingizga tegishli mavzu ko'tarishga harakat qilamiz. Katta rahmat. Demak, biz bugun oxir zamon alomatlari va Xudoning hukmi degan mavzuda gaplashyapmiz va biz aytdikki, Iso Masihni bu dunyoga birinchi marta kelishidan maqsadi Xudoni inoyatini ko'rsatish, Xudoni sevgisini ko'rsatish va bu dunyoni gunohlarini o'z bo'yniga olish, odamlarni gunohdan ozod qilish bo'lgan. Ikkinchi kelishdan maqsad dunyoni hukm qilish. Kim Xudoga bo'ysunib yashagan, kim muqaddas hayot kechirgan, kim esa Xudoni irodasiga, Xudoning muqaddas kalomiga qarshi yashagan, ya'ni bu ikkita toifadagi odamlarni ajratish uchun va bu dunyodagi yovuzlikni tamomila yo'q qilish uchun ikkinchi marta keladi Iso deb gaplashyapti. Amin. Lekin yana bitta narsani biza gapirib o'tib ketishimiz menimcha muhim. Ya'ni Iso Masihni birinchi safar yer yuziga kelishi ham bu tasodif emas. Amin. Ya'ni Iso Masihni birinchi bor yer yuziga kelishi bu asrlar mobaynida barcha payg'ambarlar tarafidan bashorat qilindi. Ya'ni bu bashoratni biza ibtido kitob, ya'ni muqaddas kitobni birinchi kitobidayoq ko'ryapmiz. Insoniyat gunohga kirgandan ekan, odam bilan ayol gunoh qilganlaridan keyin Xudo shu Masihni, najotkorni, qutqaruvchini yuborishni va'da qildi va butun eski ahd kitoblarida shu bashoratni rivojlanishini ko'ryapmiz. Shu bashorat haqida barcha payg'ambarlar gapirib kelayotganini ko'ryapmiz va bu sekin bu bashoratlar kengayib, rivojlanib va oxiri shu vaqt soat kelganda Masih yer yuzida tug'ildi. Bu haqida Galatiyaliklar maktubi 4-bob 4-oyatda o'qishimiz mumkin. Ya'ni aniq vaqt soati kelganda Xudoning o'g'li Iso Masih tug'ildi, yer yuziga keldi. Shuning uchun, ya'ni biz birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsalardan bittasi, ya'ni Masihni yer yuziga birinchi safar kelishi bu tasodif emas. Bu asrlar mobaynida bashorat qilingan, va'da qilingan najotkorning kelishi. Va juda ham to'g'ri aytdingiz, ya'ni muqaddas kitob nafaqat Masihni birinchi safar kelgani haqida gapiradi, balki uni yana yer yuziga qaytishi haqida gapiradi, ya'ni ikkinchi bor qaytishi haqida gapiradi. Va aytib o'tganingizdek, ya'ni ikkinchi safar qaytganda u o'zining izdoshlarini o'zi bilan olib ketadi, lekin uni xabariga ishonmaganlar, uni inkor qilganlarni hukm qilish uchun keladi. Bu haqida biz o'qishimiz mumkin bir nechta oyatlarda. Misol uchun 2-Timotiy maktubi 4-bob 1-oyatda. 2-Timotiy 4-bob 1-oyat. Xudo huzurida hamda tirigu o'liklarni hukm qiladigan Iso Masih huzurida uning kelishi va hukmronligi haqi senga qat'iy buyuraman. Xudoning kalomini targ'ib qil. Amin. Va shu qatorda misol uchun Matto Injilida 25-bobda o'qishimiz mumkin. Iso bu yerda o'zi haqida gapiryapti 31-32-oyatlarda. Matto 25-bob 31-32. Inson o'g'li o'zining ulug'vorligida jamiki farishtalari bilan birga kelganda o'zining shohona taxtiga o'tiradi. Barcha xalqlar uning huzuriga to'planadilar. Cho'pon qo'ylarni echkilardan ajratganday, u xalqlarni bir-biridan ajratadi. Amin. Ya'ni Iso Masih o'zi haqida gapirganda, ikkinchi bor kelganda u xalqlarni ajratadi. Va shu qatorida biz o'qishimiz mumkin, ya'ni butun hukm qilish hokimiyati Iso Masihga berilganini
Bu haqida misol uchun Yuhanno Injili 5-bob 22-oyatlarda o'qiymiz. Yuhanno 5:22. Shuningdek, ota hech kimni hukm qilmaydi, balki hukm qilish huquqini o'g'liga bergan. Amin. Ya'ni bu oyatlar hozir biz juda ham ko'p oyatlardan bir nechtasini o'qidik. Bu oyatlar shu haqida gapiryapti. Ya'ni Iso Masihning yer yuziga ikkinchi bor kelishi asosiy maqsadi hukm qilish. Ya'ni asosiy maqsadi unga ishonganlarni va ishonmaganlarni ayirish. Ba'zan biz shunaqa gaplarni eshitishimiz mumkin. Ya'ni Iso Masih yer yuziga kelganda qanaqadir amallarni bajaradi, qanaqadir dinlarni qabul qiladi, yana yashab keyin o'ladi. Shunga o'xshagan gap so'zlarni eshitishimiz mumkin. Lekin bular hammasi ya'ni uydirma, to'qib chiqilgan gaplar. Biz muqaddas kitobga asoslangan holda shuni ko'ryapmiz. Ya'ni Iso Masih birinchi bor yer yuziga kelganda u insonlar najoti topish uchun barcha kerakli xabarni yetkazdi va ikkinchi bor kelishida Iso Masih insonlarni hukm qilish uchun yer yuziga qaytadi. Keyin bizga yana bir savol yozibdilar. Savolim mavzu bo'yicha Iso aytgan gap va Matto xabaridan 16-bobdan oyatni keltiribdilar. Inson o'g'li samoviy otasining ulug'vorligida farishtalari bilan kelganda har kimni o'z ishiga yarasha taqdirlaydi. Sizlarga chinini aytayin, bu yerda turganlardan ba'zilari inson o'g'lining shoh bo'lib kelganini ko'rmaguncha o'lmaydilar. Savolim mavzu bo'yicha Iso aytgan gap, inson o'g'li shoh yer yuziga shoh bo'lib, ya'ni oxir zamonda kelguncha oralaringizdan ba'zilari o'lmaydi deyilgan. Shu paytdagi tirik bormi? Bu oyat bo'yicha men o'zim bir nechta talqinlarni o'qiganman va bir nechta talqinlardan biri shu haqida gapiradiki, ya'ni bu yerda Iso Masihni qayta tirilishi haqida gapirilyapti. Ya'ni Iso Masih o'lib qayta tirilganidan keyin ham ya'ni uni shu bo'lib o'tgan hodisalarni ko'rgan odamlar, ya'ni tirik bo'lgan odamlar ko'radi. Ya'ni bu yerda yana bir marta qaytarib o'rolmaysizmi fikringizni? Ya'ni Iso Masih azob chekib o'lishi kerak edi. Lekin biz bilamizki, ya'ni Iso Masihni hayoti faqat o'lim bilan tugamadi, u qayta tirildi. To'g'ri. Va tirik odamlar Iso Masihni o'lganiga ham guvoh bo'lishdi va qayta tirilganiga ham guvoh bo'lishdi. Demak, bu oyat, ya'ni talqinlardan biri aytyapsizki, bu oyatning ma'nosi Iso Masih dunyoning oxirida ikkinchi marta kelishi haqida emas, balki o'likdan tirilishi haqida yozilgan rost, tushunishim bo'yicha. Shunaqa. Lekin men buni yozyaptilarki, shoh bo'lib kelmaguncha deyilgan, 3 kundan keyin tirilgani haqida emas. Bu haqida siz o'ylagunizcha, men yana bitta tinglovchimiz Telegramga yozibdilar. Iso, hozir keyin sizni savolingizga qaytamiz. Men bu kelgan xabarni o'qiy, Iso Masih qaytib kelishini jamoatga qarabmi, dunyoning notinchligidami yoki Isroilga qarab bilamizmi? Albatta Isroilga qarab bilamiz. Bu ham qiziq izoh. Iso Masihni bu dunyoga hukm qilish uchun ikkinchi marta kelishi haqida gaplashyapmiz. Isroil xalqi bilan bu qanaqa bog'liq? Aslida Isroil xalqi bilan bog'liqligi juda ham yaqin. Bir odamni gapi, men aniq eslolmayman, buni kim gapirgan. Xudo borligiga, men hozir o'zimning so'zlarim bilan aytyapman, ya'ni shu odamni fikrlarini. Sen Xudo borligiga ishonasanmi deb unga savol berishganda, u odam shunaqa javob bergan. Ya'ni, ha, albatta ishonaman. Bunga asosiy dalili nima deganda, u aytganki, ya'ni Isroil xalqi. Isroil xalqini bugun borligi, yo'q bo'lib ketmagani,
ular shu Xudo bergan, va'da qilingan yerda yashayotgani bu Xudoning borligidan dalolatdir. Nimaga? Chunki biz bilamiz, ya'ni Isroil xalqi adashmasam 10 million insonni ham tashkil qilmaydi. Juda ham kam. Ma'ni soni esimda yo'q. 8 millionmi 10 million aholini tashkil qiladi. Lekin Isroilning atrofida biz bilamiz, ya'ni juda ham ko'p boshqa din vakillari va bu haqiqat, ya'ni buni tan olishimiz kerak. Ya'ni eskidan ko'p shu qo'shinlar juda ham qarshi bo'lgan va harakat qilishgan shu Isroil xalqini yo'qotib yuborishga. Lekin qanchalik harakatlar qilinmasin, qanchalik bu narsa, ya'ni birlashgan holda kuch ishlatilmasin, lekin bugungi kunda ham Isroil xalqi turibdi. Va bu shu haqida gapiradi, ya'ni yaqqol dalilki, Xudo va'da bergan Isroil xalqini asrashni va shu va'dasini bugungi kungacha saqlayapti. Ya'ni tashqi tarafdan qanchalik qarshiliklar bo'lmasin, qanchalik hujumlar bo'lmasin, lekin shu arzimagan xalqni, ya'ni 8 millionmi, 10 millionmi shu xalqni yo'qotib yuborish, u yerdan quvib chiqarishning imkoni yo'q. Va bu, ya'ni Iso Masihni ikkinchi bor qaytish haqida, ya'ni Xudoning borligi haqida yaqqol dalillardan biri hisoblanadi. Demak, shuning uchun agar to'g'ridan to'g'ri savolga qaytadigan bo'lsak, ya'ni ruschasiga Ближний Восток deydi, o'zbekchasiga Yaqin Sharq davlatlari. Yaqin Sharqdagi hodisalar qaysidir ma'noda shaxsan Isroilning hayoti qaysidir ma'noda to'g'ridan to'g'ri bog'liq Iso Masihni yer yuziga qaytishdir. Men hali keyingi kommentariylar haqida o'ylayapman-da, siz bu Isroil haqida gapirayotganingizda va eslamayman. Hozir keyin bizga Matto xabaridagi oyatni keltirib yozdilar. Matto xabarida haqiqatan inson o'g'li shoh bo'lib kelganida deb yozilgan. Biza xuddi shu voqeani boshqa xushxabarchilarni, boshqa shogirdlarni kitoblarida, ya'ni boshqa xushxabarlarda o'qiydigan bo'lsak, u yerda yozilganki, osmon shohligini kelishini ko'rasizlar yoki osmon shohligi o'rnatilishini ko'rasizlar deb yozilganda, o'shaning uchun balki men ham sizga o'xshab ko'proq bu Iso Masihning o'limi, tirilishi va shundan keyin bu yer yuzida jamoat paydo bo'lgani, osmon shohligi o'rnatilgani haqida gap ketyapti deb o'ylayman. Chunki to'g'ridan to'g'ri bu yerda faqat shu Iso Masihni ikkinchi kelishi haqida deb aytish menimcha biroz qiyin. Lekin albatta agar u paytdan tirik inson bormi deydigan bo'lsak, bu endi nonsens narsa-da, 2000 yil ham yashamaydi. Demak, biz alomatlar haqida gaplashyaptik, oxir zamon alomatlari. Ya'ni juda ham to'g'ri gapni gapirdik. Ko'pincha osmon shohligi, inson o'g'lining shohligi, Xudoning shohligi bular kalomda, ya'ni sinonim bir maqsadda ishlatiladi, lekin har xil so'zlar bilan. Men bu oyat haqida boya aytib o'tganimdek ko'p izohlarni o'qiganman, ya'ni kommentariyada deyiladi-ku. Jon MacArthur kommentariyasida aynan MacArthur bu tarafga, ya'ni shu fikrni ilgari surgan. Shu uchun, ya'ni men ko'proq MacArthurning fikri bilan qo'shilaman. Mana menga keyingi kommentariylarda nimaga ahamiyat beraman, juda tez pechatить qilasiz. Keyin siz chunki men o'zim pechatить qilganimda sekin pechatить qilaman, bitta kommentariyni o'qishga ulgurmayman, keyingisi keladi уже, keyin yozyaptilar. Keyin agar iloji bo'lsa, albatta bu majburiy emas, lekin ilojingiz bo'lsa, bir kommentariy yozayotganingizda ismingizni ham yozib qo'ysangiz, sizga ism bilan murojaat qilish shaxsan o'zimga sal qulayroq bo'lardi, lekin albatta sizga shu username bilan qulayroq bo'lsa, shunaqa murojaat qilamiz. Demak, keyingi kommentariylar farishtalari bilan shoh bo'lib kelganida har kimni o'z ishiga yarasha taqdirlaydi deyilgan. Ya'ni bu oxirgi zamon haqida, yana orangizdagi ba'zilari deyilgan, 3 kunda tirilgan payti hamma tirik bo'lgan. Agar Bibliyaga ishonsanglar, kimdir shu paytdagilardan tirik Amazonka o'rmonlarida bekinib yashamoqda desanglar to'g'ri bo'lardi.
biroz buyukligiga ishonsanglar, lekin 2000 yildan beri kimdir Amazonkada yashab kelyapti deyish bilmadim endi qanchalik to'g'ri bo'ladi, chunki muqaddas kitobga odam ishonadi, muqaddas kitobni o'rganadi degani bu insonda nima deydi o'zbekcha zdravый смысл deydi-yu. Sog'lom Sog'lom fikr yuritish, bir tanqidiy fikrlash yo'q degani emasda. O'shaning uchun albatta 2000 yildan beri kimdir mana bekinib yashayapti va Iso Masih kelganda ular Amazonkadan yugurib chiqishadi. Endi mani shaxsan o'zim uchun bu biroz g'alati fikr. Lekin men yana shu yerda bitta narsani aytib o'tishni xohlardim. Biza muqaddas kitobga ishonadigan, Iso Masihga iymon keltirgan va Iso Masihga ergashadigan, shu Iso Masihni ta'limotiga ergashadigan odamlarmiz. Lekin shu bilan birga, masalan, men shaxsan o'zim dunyodagi hamma bor savollarga hammani qoniqtiradigan javobni bilaman deb aytolmayman-da. Bu jonli efir ham ko'proq, bilasizlarmi, faqat to'g'ri javob berish, aql o'rgatish haqida emas, bu jonli efirlarimiz ko'proq muhokama qilish, fikr almashish haqida. Va mana hozir kommentator qo'yibdilar, bu gaplarni Iso aytgan. Agar demaksa bu gapga ishonmasanglar, Isoni yolg'onchiga deb qarasizlar. Deyapti-da. Nima deysiz shunga? Yo'q, endi to'g'ridan to'g'ri hozir biza inkor qilayotganimiz yo'q, buni Iso aytmagandir. Bu birinchidan, ikkinchidan ya'ni shunaqa narsalar bor, ya'ni ilohiyatshunoslikda, ya'ni exegetika deyiladi, germenevtika deyiladi. Ya'ni biza ham shu insonlar kabi oddiy insonlarmiz, qayerdadir balki sal bilimimiz ko'proq, misol uchun boshqa insonda boshqa sohada bilimi ko'proq bo'lishi mumkin. Bizda muqaddas kitobda sal bilimimiz ko'proq bo'lishi mumkin, lekin har birimiz oddiy insonlarmiz. Lekin shu sohani mutaxassislari bor. Misol uchun men o'zim shaxsan taniyman va bunaqa insonlar O'zbekistonda ham bor, ya'ni bir nechta shu qadimiy tillarni biladigan. Shaxsan o'zimni shu ikkita uchta tanishim bor, qaysiki O'zbekiston hududida yashaydigan. Qadimgi ibroniy tilini biladi, qadimgi yunon tilini biladi, lotin tilini biladi. Adashmasam 7 ta 8 ta tilni biladi. Va shu insonlar, ya'ni bu sohada juda ham kuchli mutaxassislar. Ana ular, ya'ni bu yerda qaysi so'z ishlatilgan, qaysi maqsadda ishlatilgan, qaysi yunoncha so'z ishlatilgan, bu yunoncha so'z qanaqa vaziyatlarda ishlatiladi, mana shu narsalarni sinchiklab o'rganishadi. Shuning uchun, ya'ni ochig'ini aytadigan bo'lsak, biz unaqa kuchli mutaxassislar emasmiz. Biz imonlilar, ya'ni masihiy imonlilar sifatida kalomni qo'ldan kelgancha, ya'ni ochiq suhbat qilyapmiz. Lekin kommentariylar uchun ham mana Telegramga bitta tinglovchimiz shaxsiy xabariga yozyaptilar. Kommentariyda yozyaptilar. Rahmat. Chunki har bitta xabarni, har bitta kommentariyni ko'rib, biz juda ham xursand bo'lamiz va qancha ko'p fikr bo'lsa, menimcha shuncha yaxshi, chunki odamlar hatto keyinchalik bu jonli efirni zapisda eshitadiganlar har tomondan fikr eshitgan yaxshi-da. Odamlar doim to'g'ri bo'ladi, har xil fikrlarni solishtirib, odam o'zi uchun biron bir qarorga kelsa, demak biz harakat qilamiz. Hozir yana oxir zamon alomatlari haqida gapirishga, chunki sal mavzuyimiz chetga chiqib ketyapti. Alomatlar. Oxir zamonni, Iso Masihning kelishi juda yaqin ekanligiga yana qanaqa alomatlar bor? Haqiqatan odamni nima deydi, qiziqtirib qo'ydilar. Bilasizmi? Hozir alomatlar haqida gapirishdan oldin qisqacha aytmoqchiman. Aynan shunaqa toifali insonlar menga yoqadi. Ya'ni qaysidir ma'noda, ya'ni skeptik deydi-ku. Shu tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega, ya'ni hamma narsani ko'r-ko'rona qabul qilmaydigan. Chunki afsuski jamiyatda biz ba'zi insonlarni ko'ramiz, ya'ni oq qora desangiz ham ishonib ketaveradi, qorani oq desangiz ham ishonib ketaveradi. Ya'ni ba'zan bu vaziyatni ko'rib hayron qolasiz. Qanaqasiga, ya'ni insonda eng katta in'omlardan bittasi bu aql bor. Ya'ni Xudo tarafidan berilgan aql bor. Lekin afsuski ko'p insonlar shu aqlni ishlatishga harakat qilmaydi va ko'r-ko'rona har xil narsalarga ishonib yurishadi. Lekin men xohlardim jamiyatda shu do'stimizga o'xshagan insonlar ko'payishini, ya'ni har bir narsani tanqid ostiga oladigan,
qaysidir ma'noda ya'ni ikkilanish bilan qabul qiladigan, sinchiklab tekshiradigan, sinchiklab izlanadigan insonlar ko'paysa, davlat rivojlanadi, jamiyat rivojlanadi, odamlar rivojlanadi va atrofimizda bo'layotgan ko'p nima deydi, insonni manfaati uchun zarar keltiradigan narsalar o'z-o'zidan yakunlanadi. Yana bitta kommentariy yozibdilar, "Iqtisod tez orada kelaman" degan, 2 yil bo'ldi, hali kelmadi. 2000 yil. To'g'ri, ba'zan biz ham hazillashamiz. Tez kelaman desa Isoga o'xshabmidi? Ba'zan biz ham masxira sifatida hazillashamiz. Endi misol uchun Butrus maktubida esingizlarmi, shunaqa oyat bor, ya'ni Xudoni nazarida bir kun 1000 yil bir kundek. Bizni o'zimizni shu fizika va metafizika deydi-yu, ya'ni fizik dunyoqarashimiz bilan, fizik olam bilan o'lchashimiz mumkin. Buncha vaqt o'tdi, nimaga Iso qaytmayapti? Lekin Xudodagi shu metafizika, ya'ni u yerda soatlar boshqacha. Shuning uchun biz aniq bilmaymiz, biz lekin iymon bilan ishonamiz, ya'ni Iso Masih qaytadi. Ya'ni ramziy ma'noda shunaqa narsalar bor, ya'ni esingizdan Isoning shunaqa gapi bor. Men bugun ishimni qilaman, ertaga ishimni qilaman va 3-kuni bitiraman. Ya'ni ramziy ma'noda olsak va boya Butrus maktubidagi oyatni olsak, ya'ni Xudoning nazarida bir kun 1000 yil bir kun, shu oyatni olsak, qaysidir ma'noda hozir mana 3-1000 yillik boshlandi. Va Isoning gaplariga asoslangan holda, ya'ni birinchi kuni ishimni qilaman, ikkinchi kuni ishimni qilaman va 3-kunda ishimni bitiraman. Ajab emas, ya'ni shu 3-1000 yillikda Iso yer yuziga qaytsa. Va yana bitta shunaqa fikr bildirib ketmoqchiman. Ko'p endi insonlar, ko'p desak menimcha yanglish bo'ladi. Ba'zi ilohiyatshunoslar, ya'ni yer yuzini yaratilganiga 6000 yil bo'ldi deyishadi. Va nima deydi? Ya'ni qaysidir ramziy ma'noda hozir 6-kun 1000 yilni bir kun qilib oladigan bo'lsa ham. Da. Va Xudo barcha ishlarini 7-kunda yakunladi. Va ajab emas, shu yaqin orada, ya'ni 7000-yilda Iso Masih yer yuziga qaytsa. Albatta bularni ba'zi taxminlar, fikrlar, qanaqadir ramziy ma'nolarni ko'rishimiz mumkin. Lekin men hech bir mantiqiy bilan qo'shilmayman agar aynan shunaqa deb tasdiqlasa. Bu bor yo'g'i fikrlar. Men falanchi yo'q qo'yganimda talaba edim. Nimqadas kitobni o'qiganimizda ba'zi tushunmaydigan joylarimiz bo'ladi. Keyin ba'zida Xudoni mantig'ini tushunmaydigan paytlarimiz bo'ladi. Nima uchun mana bunaqa yo'l tutdi Xudo? Nima uchun bunaqa emas deb. Va o'sha bitta kattaroq birodar bilan suhbatlashganimda eslayman, ular aytgandilar, agar sen Xudoni tushunadigan bo'lsang, Xudo bo'lishni to'xtatadi deganlar. Biz haqiqatan bizning insoniy fikr yuritish tarzimiz, qobiliyatimiz ma'lum bir ma'noda cheklangan. Biz hamma narsani bu dunyoda tushuna olmaymiz va ayniqsa Xudoga tegishli, Xudo bizdan qanchalik yuksak, qanchalik mukammal. Ammo o'ylayman, biz baribir qanchalik harakat qilmaylik, Xudoning har bir harakatini, har bitta so'zini biz 100% tushuna olmaymiz. Va qanchalik bizga kerak bo'lsa, bu 100% tushunish, bizga men o'ylayman, bizni tushunishimiz kerak bo'lgan narsa, bizning hayotimiz uchun kerak bo'lgan narsa bizga otilgan Xudo tomonidan. Bizga berilgan tushunchamiz uchun-da. Shunaqa, ya'ni inson najot topishi uchun Xudo keraklicha ma'lumotni berdi. Sizni fikringizni juda yaxshi ochib beradi yoki bo'lmasa tasdiqlaydi. Korinfliklar maktubidagi Havoriy Pavlusning gapi. Esingizda bo'lsa, Havoriy Pavlus aytadi, bu ruhiy olamni ko'rganida, jannatni ko'rganida Havoriy Pavlus aytayaptiki, men shunaqa narsalarni ko'rdim, qaysiki inson tili bilan yetkazib berish imkonsiz. Ba'zan men eshitib qolaman, odamlar tasavvur qilishga boshlaydi, jannatda unaqa bo'ladi, jannatda bunaqa bo'ladi. Lekin bu haqida biza kalomda deyarli o'qimaymiz, ya'ni jannatda qanaqa bo'lishini. Qolaversa, Havoriy Pavlus jannatni, ya'ni shu Xudoning huzurini, ruhiy olamni ko'rganida Havoriy Pavlus aniq shu gaplarni gapiryapti, ya'ni men shunaqa narsalarni ko'rdim, qaysiki
inson tili bilan yetkazib berish imkonsiz. Sababi oddiy, chunki insoniy til bu chegaralangan. Insoniy til mukammal emas. Shuning uchun Xudo insonni shu mukammal bo'lmagan, cheklangan tilida barcha ruhiy haqiqatlarni ochib berish bu imkonsiz. Lekin inson najot topishi uchun, haqiqatni topishi uchun Xudo yetarli ma'lumotni yetkazdi deb o'ylayman. Va nima bo'lgan taqdirda ham biz qanchalik muqaddas kitobni o'rganmaylik, Xudo haqida ko'proq bilishga harakat qilmaylik, baribir ham buni hammasida masihiylikda iymon komponenti bor-da. Hatto muqaddas kitobda ham Xudo Iso Masih o'lib tirilganiga iymon keltirsang deydi. Ya'ni 100% hamma narsani bilib, ya'ni 100% faktlarga asoslanib biz harakat qilamiz qo'ldan kelgancha, masalan, xuddi shu muqaddas kitobni qanchalik u tarix tomonidan, tarixiy manbalar haqida tomonidan tasdiqlanadi, albatta harakat qilamiz, lekin baribir ham tan olib kerak, iymon komponenti bor. Ba'zida biz nimadir oxirigacha tushunmasak ham ishonamiz Xudoni inoyatli ekanligiga va Xudo hamma narsani insonni manfaati uchun gapirishiga va qilishiga. Demak, biz bugun oxir zamon alomatlari haqida gaplashmoqchimiz. Harakat qilamiz aniqroq gaplashishga shu haqida. Vaqtimiz juda ham tez o'tib ketyapti. Oxir zamonni yana qanaqa alomatlari bor? Nima deydi bizga kalom bu haqida? Ya'ni oxirgi zamon alomatlari haqida, misol uchun Matto Injili 24-bobda o'qishimiz mumkin. 6-oyatdan. Matto xushxabari 24-bob 6-oyatdan nechinchi oyatgacha? 6-oyatni o'zi menimcha yetarli. Sizlar uzoq yaqindagi urush xabarlarini eshitasizlar. Biroq cho'chimanglar, bular sodir bo'lishi shart, ammo bu hali oxiri degani emas. Amin. Ya'ni uzoq yaqindagi urush haqida eshitasizlar. Endi kimdir aytishi mumkin, urushlar doim bo'lgandir. Shuning uchun biz ta'kidlamaymiz, ya'ni aynan urushlar bo'layotgan bo'lsa, demak, shu vaqtda Iso Masih qaytadi deb. Lekin barcha alomatlarni bir joyga to'plagan holda biz shuni gapirishimiz mumkin, ya'ni Rabbimizni kelishi yaqindir. Lekin aynan bitta alomatga qarab, mana urushlar bo'lyapti, demak Iso Masih qaytadi deb hech qachon biz ta'kidlamaymiz. Lekin bu ko'p alomatlardan biri va hech kimga sir emas, ya'ni urushlar doim bo'lib kelgan va bugungi kunda ham urushlar juda ham ko'p. Lekin tarixda hech qachon bunchalik geografik teng tarqalgan urushlar va shuncha xalqlarni qamrab olgan urushlar bo'lmaganda. Hozir dunyoni qaysi qismiga qaramang, deyarli, to'g'ri, to'liq dunyoda demaymiz, lekin dunyoning ko'p qismlarida bugun вооруженный konfliktlar, ya'ni qurolli nizolar, urushlar ketyapti. Juda ham ko'p xalqlar bunda ishtirok etyapti bugun. Va ko'payyapti, ahamiyat bersangiz yildan yilga. Gapingiz to'g'ri. Bu qaysidir ma'noda bu o'sish bor, ya'ni statistik jihatdan o'sish bor desak ham menimcha yalinib bo'lmaydi. Ya'ni misol uchun 100 yil oldin 10 ta urush bo'lgan bo'lsa, 100 yildan keyin 15 ta urush bo'ldi, 200 yildan keyin 20 ta urush bo'ldi. Ya'ni qaysidir ma'noda bu urushlarni ko'payishi bor. Ya'ni bu ham, ya'ni dunyodagi sodir bo'layotgan shu urushlar ham Iso Masihni ikkinchi bor yer yuziga qaytishini alomatlaridan qanaqadir bir qismi, biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Alomatlarni hisoblab o'tib, balki ro'yxatini ko'rib, keyin biror vaqtimiz qolsa, Xudoning hukmi haqida gaplashsak, shu bilan efirimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib qoladi. 12 daqiqamiz qoldi. Misol uchun ikkinchi alomatlardan yaqqol ajratishimiz mumkin. Shuni 7-oyatda shu haqida yozilgan. Xalq xalqqa qarshi, shohlik shohlikka qarshi ko'tariladi. Ayrim joylarda qahatchilik va zilzilalar bo'ladi. Ya'ni urush haqida biz gapirdik. Qahatchilik va zilzilalar. Men agar adashmayotgan bo'lsam, qahatchilik bu ocharchilik, to'g'rimi? Ya'ni ocharchilik va yer qimirlashlari. Men buni aniq tekshirmaganman, shuning uchun aniq bu haqida gapira olmayman. Lekin bir odamdan men eshitgan edim, shu zilzilalarni ham agar statistik jihatdan qaraydigan bo'lsak, faqatgina o'sish bor. Ya'ni
faqatgina ko'paygan. Endi to'g'ri, ba'zi bir inson aytishi mumkin, oldin, ya'ni buni aniqlash qanaqadir priborlari, ya'ni qanaqadir uskunalar bo'lmagan, shu uchun odamda zilzila bo'ldimi, bo'lmadimi, shuni aniqlash imkonsiz bo'lgan, lekin bugungi kunda aniqlash imkoniyati juda ham kuchli, shuning uchun shuni evaziga bugun zilzilalar ko'p bo'lyapti deb aytishingiz mumkin, deyishi mumkin. Bu ham qaysidir ma'noda to'g'ri fikr, lekin zilzilalar, ya'ni bizni kuzatyapmiz. Ya'ni bu ham bir Iso Masihning yer yuziga qaytish alomatlaridan biri. Va yana bitta qiziq alomatlardan biri bu 24-bob 12-oyatda yozilgan. Yomonlik ko'paygani uchun odamlar orasida mehr-oqibat yo'qoladi. Menimcha bu alomat ham hech kimga sir bo'lmasa kerak. Ya'ni endi men aytishim mumkin, bu meni subyektiv qarashim, subyektiv fikrimdir. Bilmadim, lekin meni nazarimda shu yoshligimdagi vaqt bilan hozirgi vaqtimda odamlarning orasida, bo'lmasa unaqa katta vaqt o'tgani yo'q, lekin bu mehr muhabbat ancha yo'qolgandi. Ya'ni odamlarni bir-biriga nisbatan, farzandlarni bir-biriga nisbatan, farzand bilan ota-onani bir-biriga nisbatan, qolaversa shu ikki begona odamlarni bir-biriga munosabati, qarindosh urug'larni bir-biriga munosabati menimcha shu oxirgi 15 yil, 20 yil, 25 yilning ichida ancha o'zgardi deb o'ylayman. Bitta tomondan biz aytishimiz mumkinki, bu tarixda doim bo'lgan, chunki biz muqaddas kitobga qaraydigan bo'lsak, muqaddas kitobda hatto hali Iso Masihning kelishidan avval, ya'ni eramizdan avvalgi deydimi? Milodiy yillarda 2000, 3000, 4000 yil avval bunaqa muammolar borligini ko'ramizda. Buni ham tarix aytadi, bizga buni ham muqaddas kitob gapiradi, ham bizga bu haqida hatto she'riyatga qaraydigan bo'lsak, necha asrlar oldin yozilgan asarlarga bu muammo doim bo'lgan. Lekin men siz bilan qo'rqilgan bo'lardim, buni hammasini masshtabi kengayayotgan. Oldin qanaqadir narsalarni, ba'zi narsalarni odamlar hukm qilishgan bo'lishdi, hatto jamiyat ko'p narsa hatto jamiyatda normal holatga aylanyapti. Men o'ylayardim oldin, balki sabablardan bittasi urbanizatsiya. Katta shaharda yashaymiz, odamlar bir-biriga begona, ko'p tanimaydi deb. Lekin endi ko'pam qishloqqa ham kun bo'yicha ham qarindoshlarni ko'rishga boraman. Qishloqlarda ham juda hayot o'zgargan. Hayot, odamlarning bir-biriga bo'lgan munosabati. Balki mana hozir keng to'g'rilayapti, buni hammasi bo'lgan tarixda. Qattan bo'lgan. Va kalomim aytmayapti, bu narsa bo'lmagan, endi bu narsa bo'ladi deb. Yo'q, bu shunchaki masshtab haqida gap ketyapti, qanchalik kuchayib ketyapti, ko'p bo'lyapti va yildan yilga biz bu narsalar ko'payayotganini, keng tarqalayotganini ko'rishimiz mumkin. Hamma bu alomatlarini. Amin. Yana bir alomatlardan biri bu adashmasam 14-oyatda yozilgan. 24-bob 14-oyat. Osmon shohligi to'g'risidagi xushxabar butun dunyo bo'ylab va'z qilinadi, hamma xalqlar uni eshitadi, shundagina oxir zamon keladi. Amin. Bu haqida ko'p gapirish mumkin. Men shaxsan o'zim bu haqida juda ham ko'p statistikalarni ko'rganman. Hech kimga sir emas, ya'ni muqaddas kitob dunyoda birinchi o'rinda turadi chop etilishi bo'yicha. Muqaddas kitobga teng keladigan kitob yo'q. Qaysi soha kitobini olmang, muqaddas kitobga teng keladigan, aynan shu Bibliya haqida agar gapirsak, dunyo bo'yicha birinchi o'rinda chop etilishi Ham bo'yicha. chop etilish, ham o'qilish, ham eng ko'p tillarga tarjima qilingan kitob. Agar xato qilsam to'g'rilang, bu dunyoda 7000 dan ko'p tillar bormi? Menimcha sal ko'prog'ida hozir men 7000 dan menimcha sal oshiq tillar bor. Va buni ham bir vaqtimiz bo'lganda tekshirib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni muqaddas kitobni balki to'liq emas, lekin qaysidir qismlari deyarli shu tillarga tarjima qilingan. Ya'ni bu borada ham muqaddas kitobga teng keladigan kitob yo'q. Ya'ni tarjima borasida aynan Bibliyaga teng keladigan kitob yo'q. Deyarli hozir to'g'ri butun muqaddas kitobni boshidan oxirigacha 66 ta kitob haqida gapirmayapmiz. Balki qaysidir tilga faqat Mato xabari tarjima qilingandir yoki bo'lmasa faqat Yuhanno xabari tarjima qilingandir, lekin
deyarli shu 7000 taga yaqin tillarga tarjima qilingan. Va bu ham ya'ni Xudoni kalomi ko'p insonlarga yetib borayotgani haqida gapiryapti. Bu o'zingiz o'ylab ko'ring. 21 asr oldin menimcha hech kim buni tasavvur ham qila olmagan. Ya'ni Iso Masihning so'zlari 21 asrdan keyin deyarli barcha xalqlarning tillariga tarjima qilinadi. Chunki biz bilamiz, ya'ni Iso Masih qanaqadir kuch bilan, hokimiyat bilan, qanaqadir qurol aslahalar bilan kelmadi. Agar kuch bilan kelganda odamlar majburlab odamlarni misol uchun boshqa tilga ham tarjima qilib, qanaqadir bosim ostida tarqalishi mumkin edi. Lekin Iso Masih sevgi bilan keldi. Iso Masih nima deydi? Hech qanaqa qurolsiz keldi va aynan Iso Masihning ta'limoti bugungi kunda deyarli barcha tillarga tarjima qilingan. Bu ham ya'ni Xudoning mo'jizalaridan biri desak bo'ladi. Agar qanaqadir kuch bilan qilinganda, bu tabiiy holda kuch ishlatildi desak. Lekin tarixga qarasak, ya'ni 3-asrgacha masihiylik juda ham kuchli bosim ostida bo'ldi, juda ham kuchli quvg'in ostida bo'ldi. Bunga qaramasdan masihiylarning iymoni yo'qolib ketgani yo'q. Va Xudoga shukrki, kundan kunga odamlar Iso Masihni Rabbim va Najotkorim deb qabul qilyapti. Oxirgi agar anaqalarga qarasak, xabarlarga qarasak, Eronda juda ham katta uyg'onish bo'ldi. Ya'ni ko'p insonlar Masihni Rabbim Najotkorim deb qabul qilyapti. Bu ham ya'ni Xudoning mo'jizalaridan biri. Men hozir shu Matta o'qish xabari 24-bobdan bitta parcha o'qib beraman. Shu haqida qisqacha balki izoh bera olsangiz, keyin tugatishga majbur bo'lamiz, chunki efirga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetyapti. Agar o'shanda kimdir sizlarga Masih mana bu yerda yoki ana u yerda deb aytsa, ishonmanglar. Chunki soxta masihlar va soxta payg'ambarlar paydo bo'lib, iloji bo'lsa tanlangan odamlarni ham yo'ldan ozdirish uchun buyuk alomat va mo'jizalar ko'rsatadilar. Mana men sizlarga oldindan aytib qo'ydim. Shunday qilib, agar ular sizlarga qaranglar, u sahroda deb aytsalar, bormanglar. Agar ular u yashirin joyda deb aytsalar, ishonmanglar. Chunki inson o'g'li kelganda uni hamma ko'radi. U sharqdan g'arbga qadar butun osmonni yoritib yuborgan chaqmoqday bo'ladi. Qalxatlar to'plangan joyda murda bo'lishini hamma biladi. Mening kelishim ham shu singari hammaga ayon bo'ladi. Amin. Ya'ni yolg'on masihlar, yolg'onchi payg'ambarlar, yolg'onchi ustozlar ko'payibdi haqida Iso Masih gapiryapti va biz kalomdan bilamiz, ya'ni yolg'onchi ustozlar, yolg'onchi payg'ambarlar, yolg'onchi masihlar nafaqat tashqari tarafdan keladi, balki jamoatning ichidan ham chiqadi. Ya'ni shayton harakat qiladi ham tashqaridan hujum qilishga va ichkaridan hujum qilishga. Va bu narsani yaqqol ko'rishimiz mumkin jamoatning tarixida va bugungi kundagi jamoatlarda bo'layotgan holatlarda va shu qatorda ya'ni tashqaridan bo'layotgan shu ruhiy hujumlar, ruhiy janglarni bemalol ko'rishimiz mumkin. Buni aynan Iso Masihning ikkinchi kelishi haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda gapirayotgan hammaga ayon bo'ladi, hamma ko'radi. Fizika qonuni tarafidan buni tasavvur qilish juda ham qiyin. Qanaqasiga? Chunki biz bilamiz yer yuzini shaklini va bitta ma'lum bir hodisani barcha qit'alarda, barcha davlatlarda ko'rishni ilojisi yo'q. Lekin mana bu juda qiziq. Biz aynan aytolmaymiz, aynan qanaqa bo'ladi bu deb. Lekin biz bilamizki, Xudo har qanaqa fizika qonunidan yuqoriroq. Bu jismoniy dunyo bilan biz chegaralanganmiz, biz cheklanganmiz, lekin Xudoning tabiati bizning tabiatimizdan, bu jismoniy dunyodan yuksakroq, ancha farq qiladi. Lekin aniq bu qanaqa bo'ladi, biz buni aytolmaymiz. Soatimiz 22:00 bo'ldi, balki yana 2-3 minut vaqt ajratamiz. Iso Masihning ikkinchi kelishini maqsadi haqida boya biroz gaplashdik boshida. Birinchi marta u sevgini ko'rsatish uchun, rahm shafqat olib kelish uchun kelgan bo'lsa, ikkinchi marta hukm qilish uchun keladi. Albatta. Keling 2 daqiqa balki shu haqida gaplashamiz va efirimizni tugatishga majburmiz. Men o'ylardim, ya'ni hozir biza gapirsak yana suhbatimiz cho'zilib ketadi, chunki qiziq mavzu. Savollar
ko'p tushadigan mavzu. Balki keyingi safar biz yana qaytarib kerakdir shu mavzuni. Nima deb o'ylaysiz tinglovchilar? Shu uchun yana bir alomatlardan birini aytib o'tish, ya'ni oyatni o'qib bersak menimcha yetarli deb o'ylayman. Bu ikkinchi Timotiy maktubida 3-bobda yozilgan va bu ham ya'ni Islom aksini yer yuziga kelishini alomatlaridan biri. Shuni bilginki, oxirgi kunlarda og'ir vaqtlar keladi. O'sha paytda odamlar faqat o'zini o'ylaydigan, pulparast, maqtanchoq, takabbur, so'kinadigan, ota-onaga itoat qilmaydigan, nonko'r, diyonatsiz, tosh yurak, ginachi, tuhmatchi, nafsini tiya olmaydigan, baxshiy, yaxshilikdan hazar qiladigan, xoin, bebosh, bosar tusarini bilmaydigan bo'ladilar. Ular Xudoni emas, aysh-ishratni yaxshi ko'radilar. O'zlarini xudojo'y qilib ko'rsatadilar-u, ammo haqiqiy iymondan yuz o'giradilar. Sen bunday odamlardan uzoqlash. Amin. Ya'ni bu yerda ham biz ko'rdik bir nechta xarakteristikalarni. Ya'ni oxirgi zamonning alomatlaridan biri odamlar shu axloq deydimi? Axloqdan ya'ni juda ham past darajada bo'lishini va eng oxirgi bir axloqiy holatlardan biri, ya'ni o'zlarini xudojo'y ko'rsatib, aslida aysh ishratni yaxshi ko'radilar. Bu narsa bugun juda ham keng. Juda ham rivojlangan, ya'ni afsuski sodda dindorlik, ya'ni o'zini xudojo'y ko'rsatish bu juda ham yuqori darajada. Lekin yuraklarni bilguvchi Xudo odamni tashqi qiyofasiga qarab emas, balki uni yuragini holatiga qarab hukm qiladi. Hukm haqida gapiradigan bo'lsak, qisqacha bu hukm qanaqa amalga oshiriladi? Nimaga odamzod tayyor turishi kerak? Endi O'qiyo Iso Masihning izdoshi bo'ladimi yoki boshqa din vakili bo'ladimi yoki umuman dindan uzoq inson bo'ladimi? endi qissa qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni kalom bu haqida gapiradi. Kim Iso Masihga, ya'ni o'lganiga va qayta tirilganiga iymon keltirsa, u najot topadi. Kim buni inkor qilsa, hukm qilinadi. Menimcha qisqa javob shunaqa bo'ladi. Rahmat. Lekin siz aytishingiz mumkin, Iso Masih haqida eshitmay o'lib ketgan odamlarchi, Iso Masih haqida eshitmaganlarchi? Ya'ni ular haqida ham Rimliklar maktubida Havoriy Pavlus yozadi, ya'ni qonun ostidagilar qonun bilan hukm qilinadi, qonun ostida bo'lmaganlar, ya'ni vijdoni orqali hukm qilinadi. Chunki biz bilamiz, insonning ichidagi vijdon bu har bir insonga qaysi bir ma'noda Xudoning ovozi. Ya'ni qanchalik biz Xudoni yo'q deb inkor qilsak ham, lekin ichimizdagi vijdon Xudoni shu axloqi haqida, ya'ni moral deydi-ku, morali haqida, ya'ni Xudoni borligi haqida qaysi bir ma'noda gapiradi. Shu gapingizga qo'shilaman. Haqiqatan vijdon bizga xuddi kompasdek, hatto ko'p narsani bizga odamlar o'rgatishmasa ham, xato qilayotganida, gunoh ish qilayotganda odam baribir ichida biladi. Baribir ham ichidan uni Endi ko'ryapsizmi? Ovoz hukm qiladi. Gapga ulanib ketaveradi. Vijdon ham bu katta mavzudir, chunki vijdonni ham 3 xil vijdon haqida kalom gapiradi. Lekin bu safar biz bu haqida gapirmaymiz. Aziz tinglovchilar, katta rahmat sizlarga shu 1 soat davomida biz bilan bo'lganinglarga, bizga shaxsiy xabarda va kommentariy orqali yozganlarga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Xudo xohlasa keyingi hafta yana ko'rishamiz va balki shu mavzuni davom etamiz, chunki bugun hamma narsa haqida gapirishga ulgurmadik va hafta davomida marhamat aziz tinglovchilar, sizlarga ma'lum bir mavzu ustida fikr yuritish qiziq bo'lsa yoki savollar bo'lsa, yozishinglar mumkin ham Instagramga, ham Telegramga va biz sizlarning izohinglarga, sizlarning xabaringlarga qarab mavzu tanlaymiz va sizlar bilan birga uni muhokama qilishdan juda ham xursand bo'lamiz. Buguncha esa biz jonli efirimizni yakunlashga majburmiz. Har bitta ishtirokchiga katta rahmat, sizlarga xayrli tun, Xudo sizlarga osoyishta uyqular bersin, kelayotgan haftalar Xudoning marhamatiga, barakasiga to'la bo'lsin. Keyingi hafta Xudo xohlasa yana jonli efirda ko'rishamiz. Hammaga Xudo yor bo'lsin.